30 noyabr 2025-yil fizika fanidan milliy sertifikat savollari yechimini boshlaganmiz. Bugun 11-masaladan yechishni boshlaymiz. Demak, 11-masalada aytib ketyapti. 3 ta bir xil qarshilik necha turli usulda o'zaro ulanishi mumkin. Demak, biz 3 ta qarshilikni chizib ko'rdik va uchalasini ham ulanishlarini ko'rsatib ketamiz. Demak, 4 ta usulda ulanar ekan bu. Uning uchun demak 4 ta usulda ulanadi. S javob. 12-masala. 12-masala uchun p v kvadrat teng konstanta degan bizga demak shunaqa shart beryapti. Shunaqa bo'lsa bosim olsa temperatura qanday o'zgaradi? Demak, javobni olishimiz uchun nima qilamiz? 4 ta javob bor bizda. Javobni olishimiz uchun biz avval yozishimiz kerak p v Mendeleyev Clapeyron tenglamasini nu r t deymiz. Demak, bu yerda p v kvadrat bo'lgancha agar hajmni kvadratga ko'taradigan bo'lsa, uni bitta hajmga bo'lib berishim kerak. Shunda hech narsa o'zgarmaydi va tepa shunda o'zgarmas holatga keladi. Shunda temperaturamiz bog'lanyapti 1 taqsim v bo'lib hajmga. Buncha yana bitta Mendeleyev Clapeyron p v barobar nu r t ga. Demak, v ni topadigan bo'lsak, bu yerda nu r o'zgarmas son t taqsim p bo'ladi. O'sha yerdan t ni o'rniga olib kelsak, t ning bog'lanishi nima bo'ladi desam, p taqsim t bo'ladi. T ni bu tomonga ko'paytirib bersak, t ning kvadrati bog'langan p ga. Ya'ni mana bu o'zgarmas sonlik uchun buni tashlab ketyapmiz. Demak, mana bu holatda ifoda chiqargan. Buni holat t ni o'zini topadigan bo'lsak, ildiz ostida p deb bog'langan bo'lib qolar ekan. Mana bog'lanish haqida gapiryapti. U degani to'g'ri bog'lanyapti. Ya'ni ildiz ostida bo'lsa ham to'g'ri bog'lanyapti. Bunda bosim ortsa, temperatura ham ortadi, majbur qanchadir miqdorga ortadi. Demak, bizda ortadi degan javob. 13-masala. 13-masalada demak bizda ikkita shkifni umumiy yoqqa mahkamlagan, 3-shkifni esa demak mana bu birinchi shkif R1, mana bu ikkinchi shkif va 3-shkifni katta shkifga tasma orqali bog'lab qo'yapti. Mana shunday ko'rinishda. Demak, tasma orqali bog'lansa nimalar bo'lardi? Nima bo'lardi? V2 teng bo'ladi V3 ga. Mana 3-shkifimiz bo'ladi. R3 bo'ladi va bizda radiuslar nisbatini ham yozib ketgan bu yerda. Demak, 10 ta R1 teng 2 ta R2 ga, 10 ta R1 teng 5 ta R3 ga degan. Biz shu holatlardan hozir yozib olgandan foydalanib ikkitaga ajratib oldik va biz bu yerdan R2 ni topadigan bo'lsak 5 ta R1 ga, R3 ni topadigan bo'lsak 2 ta R1 ga teng bo'ladi. Mana sistemani chiqarib oldik. Demak, nima qilamiz? Hozir bizda 2 va 3-shkiflarning tezligi bir xil. Demak, ikkalasini ham tezligini v deb olsak bo'ladi, lekin birinchi shkif tezligini v orqali ifodalaymiz. Shunda u ikkinchi shkif bilan birinchi shkif o'zaro umumiy mahkamlangan uchun bularning burchak, tezlik, davr va chastotalar bir xilligidan foydalanib olamiz. Demak, omega 1 teng omega 2 ga. Unda v1 bo'lingan r1 teng v2 va 2 ni o'rniga v yozim bo'lingan r2 ga. Bo'ladi. R2 ni o'rniga 5 ta R1 qo'ysak, V1 barobar V taqsim 5 ga bo'ladi. Demak, A1 tezlanish topadigan bo'lsak, bizda V1 kvadrat taqsim R1 bo'ladi. O'sha V1 ni o'rniga buni olib kelsak, V kvadrat taqsim 25 ta 25 ta R1. Endi A2 ni topadigan bo'lsak, A2 nimaga teng? V kvadrat taqsim R3 A3 bizda 3 deganida A3 deganda R3 bo'ladi. Bitta V kvadrat R3 ni o'rniga mana bu ifodadan 2 ta R1 tap kelib ko'p qo'yamiz. Demak, mana buni nisbatini oladigan bo'lsak, bular qisqarib ketadigan bo'lsa, tezliklar ham nima qoladi bizda? 2 taqsim 25 qolar ekan. 2 taqsim 25 bizda A javob degan. Yaxshi, demak 14-masala. 14-masalada kuchlar haqida gapirib ketgan. 14-masala menimcha buni savolni ayt fizika degan menimcha turkcha kitobdan o'g'irlashgan bu savolni. Shu kitobda juda ko'p edi bunaqa masalalar. Demak, bizga kuchlarni vektor qilib beryapti. Aytilgandek vektorlarni chizib olamiz. Mana F2 vektor bu tomonga qarab tushyapti. F3 vektor demak bu tomonga qarab ketyapti. F4 vektor hamda bu tomonga qarab ketayotgan vektorimiz ham bor. Bu F1 vektor.
Rasmda berilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping degan savol qo'yapti. Demak, nima qilamiz? Mana bu joydan bitta qo'shimcha vektor o'tkazib yuboramiz. Bu vektorimizni fx desak, fx vektorimiz mana bu 4-chi va 1-chi kuchlar yig'indisiga teng f1 plus f2 kuchlarni vektoriga teng bo'lib qoladi. Va o'shunda bularni yig'indisiga teng bo'lib qoladi va bizda 3 ta kuch qoladi. Mana bunday ketayotgan f2, mana bunday ketayotgan f3 va mana bunday ketayotgan fx. Endi fx kuchimiz bilan 3-chi kuchimiz yig'indisi f2 ga tengligini bilamiz va shundan keyin nima bo'ladi desa, demak bu yoqqa bitta f2 ketyapti kuch va yana bitta f2 kuch bu yoqqa qarab qo'shilayotgani uchun demak natijaviy kuchi nima bo'ladi? F natijaviy 2 ta f2 bo'lib qoladi. 2 ta f2 demak esa javob ekan. Xo'p, 15-masala. E yukasi elektr yutuvchi kuchi 56 volt, epsilon 56 volt bo'lgan elektr zanjiridagi ideal ampermetrning ko'rsatishini aniqlang debdi. Demak, bizda hozir ideal ampermetr ichki qarshilik haqida gapirmayapti. Demak, ichki qarshilik biz 0 deb olsak, bizda hozir shunaqa narsa beryapti. Tok manbasi beryapti. Katta tomon plus, kichkina tomon minus va uni mana bunday ulashgan. Mana bu joyga ampermetr qo'ysak, xo'p, mana bu joyda qarshiliklar bor. Qarshiliklarda bitta 6 ohm va 3 ohm qarshilik beryapti. Xo'p, mana bu joyda ham bitta qarshilik bor. Bu 5 ohmga teng va mana bu yerda bizga diod berib ketyapti. Diod. Xo'p, mana shunday diod berib ketayotganda mana bu joy 56 voltga teng debdi. Umumiy qarshilik hisoblasak, tok ampermetrni ko'rsatishini topishimiz kerak ekan. Hushyor bo'lish kerak. Tok doim mana bu plus tomondan yuradi. Xo'p, shuni sariqqa o'tkazib qo'ysam, tok mana bunaqasi yuradi. Majbur tok shunaqasi yurishga va mana bu yerga keladi. Tok ikkitaga ajraydi. Mana bu joyda tugum bor va kelib bu yoqqa o'tib ketish kerak. Faqat mana bu joyda to'xtaydi tok. Nima uchun desa, bu yerda diod bor. Mana bu shakldagi diod teskari o'tishli diod va bu tomonga umuman tokni o'tkazmaydi. Faqat bu tomondan tok o'tib ketadi. Shuning uchun old qarshilikni chop tashlashimiz kerak bo'ladi biz. Bizda demak 2 ta qarshilik qolyapti. 3 va 5 qarshilik qolyapti. Demak, ular ketma-ket ulangani uchun umumiy qarshilik, sistemaning umumiy qarshiligi 8 ohm. O'shundan ampermetr ko'rsatishni olsak, demak, zanjirni biriktiruvchi ohm qonuni U taqsim R bo'lib qoladi. Demak, bu 56 taqsim 8 demak 7 amper tok yurar ekan. Bugun 5 ta masalani ishlashni qildik. Demak, bu videolarda meni sertifikatga tayinlangan tanishlarga yuborib qo'yasizlar.